Bugun begimdan kulchatoyga zakaz tushdi, faqat ser go'sht bo'lsin deb ketdilar. Xo'p bo'ladi, ishdan kelgunicha yes qilamiz deb tuzlangan, ziralangan ot go'shtini qaynatishga qo'yib qo'ydim. 4 soat miltillab qaynagan go'sht suvidan qattiqqina xamir qorib oldim. Xamiri ikkiga bo'lib tindirishga olib qo'ydim. Ungacha go'shtlarni maydalab, chiroyli qilib to'rab oldim. Sho'rtakkina qazi bo'lsa, yanada mazali bo'ladi. Endi xamirni jay yupqa qilib yormasdan yoyib olamiz va xuddi shu ko'rinishda kesib olamiz. Endi shaqillab qaynab turgan sho'rvani suviga xamirlarni solib, bitta qaynab chiqqanidan keyin ko'tarib olamiz. Hibi sochiq yoki dasturxonga xamirlarni yoyib, ikki tarafi quritib olinadi. Endi har bitta xamiri yog'lab, go'shtdan solamiz va xuddi shu ko'rinishda o'rab olamiz. Kulchatoyni xohishga ko'ra bu ko'rinishda yoki bu ko'rinishda dasturxonga tortsangiz ham bo'ladi. Oldin norin kulchatoyga ishlatilgan dasturxonlarni qaynatib zo'rg'a tozalab olardik. Hozir Bavi bilan yarim soatda oppoqqina qilib olamiz. Yana eng muhimi, Bavi eko mahsulot bo'lgani uchun 100% zararsiz, ayniqsa allergiya bilan qiynaladiganlarga ayni muddao ishlatib ko'ringlar.